Salom. Hayotingdagi eng katta sayohatga xush kelibsan, do'stim. Isming nima? Ismim muhim emas. Muhimi mana bu yerda olib kelgan quticham. Sezgilaring uchun achchiqqina qalampir. Olov! Voy. Enayni muqaddas onasi. Boshliq, og'izda olov. Og'izda olov. Takrorlayman. Og'izda olov. Burun, aloqaga! Burun, aloqaga! Senda zaxira shilla bormi? Hozircha yo'q, lekin xohlasangiz ishlab chiqaraman. Iloji boricha ko'proq suyuqlik ishlab chiqarishingni buyuraman. Tushundingmi? Tushundim sizni o'rtoq boshliq. Ko'zlar, sizlar ham darhol yig'lashni boshlanglar. So'nggi marta O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqanda xursandlikdan yig'lagandik. Ha, esimda. Yuzdagi ter bezlari, meni eshityapsizlarmi? Kuchli terlashni boshlang. Hali ham harorat tushmayapti. Buyruq bajarilmoqda, boshliq. Ishlayapmiz. Men hech narsa qila olmayapman. Qandaydir la'nati biz yo'limni to'sib qo'yibdi. Ko'proq shilliq, ko'proq ko'z yoshi, ko'proq ter. Og'zimiz yonib ketyapti, a'zolar. Salom, yaxshi yigit. Aytishlaricha og'izdagi og'riq sizni bezovta qilyaptimish? Ha, bir qalampir kirib, hamma yo'qni ag'dar-to'ntar qilib ketdi. Hech qisi yo'q, tinchlaning. Hozir hammasi o'tib ketadi. Stressingizni kamaytirish maqsadida sizni ozgina massaj qilib qo'yaymi? O, nerv xonim. Tanani boshqarish oson emas-da. Voy. Mana sekin astalik bilan maqsadim sari yetib boryapman. Ha, va nihoyat yo'lning oxiriga ham yetib keldim. Kirishda qanday vahima bilan kirgan bo'lsam, chiqishda ham shunday vahima bilan chiqaman. Yashasin qalampir. Olov!